Har safar boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatga kirishganingizda, bu biznesda bo'ladimi, siyosatdami yoki kundalik hayotda siz strategik holatda bo'lasiz. Birinchi bo'lib siz o'z maqsadlaringizga erishishga harakat qilasiz. Narigi odam ham o'zini manfaatlarini o'rtaga qo'yishni boshlaydi. Vashshi kunam yomon o'sib ketdi-da. Muhammad shunday bitta suvga chiqib keling. Aka, o'zim ham ishlarim ko'p edi, to'g'risi. Voy, kunam o'sib ketdi-da yomon. Muhammad Aziz, bir suvga chiqib kelsangiz bo'lardi. Xohlasangiz o'zingizga marojna olib kelsangiz ham bo'ladi. Xo'p bo'ladi aka, hozir kelaman. Aynan mana shu jarayonda har bir tomon eng yaxshi natijaga erishishga intiladi. Bu o'yin nazariyasi deb ataladigan matematik modelni asosini tashkil qiladi. Insonlarda raqobat va hamkorlik sharoitidagi qaror qabul qilish jarayonini tushuntirib beruvchi kuchli vosita. O'yin nazariyasi dastlab iqtisodiyotda paydo bo'lgan bo'lsa-da, bugungi kunda u biologiya, xalqaro munosabatlar va hattoki shaxsiy aloqalarga ham tatbiq qilinmoqda. Masalan, yadro qurolini qisqartirish bo'yicha kelishuvlar bunga yorqin misol bo'lib kela oladi. Dastlab AQSh va SSR yadro qurollarini sonini ko'paytirib borish orqali biri ikkinchisidan ustun bo'lishga harakat qilgan edi. Biroq keyinchalik o'yin nazariyasi tahlili shuni ko'rsatdiki, bu jarayon nol yig'indili o'yin emas. Ya'ni taraflarni biri yutishi uchun ikkinchisi mag'lub bo'lishi shart emas. Aksincha, hamkorlik qilish orqali ikkala tomon ham foyda ko'rishi mumkin edi. Shu sababli ular atom bombalarini birdaniga emas, balki bosqichma-bosqich yo'q qilishga kelishib oldilar. Birinchi bosqichda SSR ozgina atom bombasini yo'q qilsa, AQSh ham shunday qildi. Keyin ular bu jarayonni qayta tekshirib, yana davom ettirishdi. Katta muammoni kichik bosqichlarga ajratish orqali ikki taraf ham xavfsizligini oshirdi va o'zaro ishonch yaratdi. Bu tamoyil hayotimizning boshqa jabhalarida ham qo'llanilishi mumkin. Agar biz muhokamalar va muzokaralarda faqat yutish yoki yutqazish haqida o'ylasak, har doim kurash va qarama-qarshilik yuzaga keladi. Lekin bu jarayon ikki tomon uchun qanday natija berishi mumkin degan savolni o'zimizga beradigan bo'lsak, hamkorlik qilish orqali ikkala tomon foyda ko'rishi mumkin bo'lgan yo'llarni topamiz. John von Neumann yoki John Nash o'yin nazariyasi pokerdan ilhomlangan holda ishlab chiqqan. Poker hayotga juda o'xshaydi. Siz hech qachon aniq natijani bila olmaysiz, lekin eng yaxshi qaror qabul qilish uchun ehtimollikni hisoblashga majbursiz. Pokerda asosiy maqsad kuchli qo'l bilan maksimal daromad olish va yomon qo'l bilan esa minimal yo'qotish qilishdir. Lekin bu jarayonda cho'kkan xarajatlar xatosi, ya'ni sunk cost fallacy deb ataluvchi ruhiy tuzoqqa tushib qolishligingiz mumkin. Masalan, agar biron bir kitobni o'qishni boshlab 100 betga o'tgach, u sizga yoqmayotganini his qilsangiz, uni tugatishga majburmisiz yoki siz yillar davomida yoqmaydigan ishingizda ishlab, faqat o'sha ishga ko'p vaqt sarflaganingiz uchun davom etishingiz kerakmi? Aql idrok bilan o'ylasak, bu qarorlar mantiqsiz. Lekin aynan sunk cost fallacy tufayli ko'pchilik odamlarga noto'g'ri yo'ldan to'xtash qiyin kechadi. O'yin nazariyachilari yana mini-max strategiyasi deb ataluvchi yondashuvni ham ishlab chiqishgan. Ushbu strategiya nol yig'indili o'yinlarda bir tomon yutib boshqa tomon yutqizadigan o'yinlarda ishlatiladi va maqsad eng yomon holatdagi yo'qotishlarni minimallashtirish. Ya'ni siz o'zingizga savol berasiz. Eng yomon holatda nima bo'lishi mumkin va shundan kelib chiqib eng yaxshi strategiyani tanlaysiz. Bu nafaqat o'yinlarda, balki biznes, muzokaralar va hayotiy qarorlarda ham qo'llaniladi. O'qiganlaring yodingdami? Adam Smith saboqlarini esla. Zamonaviy iqtisodning otasi. Raqobatda shaxsiy qiziqishlari umum manfaati uchun xizmat qiladi. To'ppa-to'g'ri. Demak, har kim o'zicha harakat qiladi. Yutqazgan dugonalariga o'tadi. Men yetkazmayman. Malla sochini ola qol, lekin unda pivo uchun to'laysan. Cho'chitib yubording. Bas qilinglar. U bizga qarayapti. Menimcha Nashga. Ehtimol. Omad Jon tomonda, ammo og'zini ochsa bormi xuddi o'tgan galgidek. Adam Smith g'oyalari eskirgan. Shunaqa degan. Agarda hammamiz unga talpinsak, bir-birimizga xalaqit beramiz va u hech kimga nasib qilmaydi. Shunda biz dugonalariga suykalamiz. Lekin ular ham bizga ro'yxushlik bermaydi. Chunki hech kim ikkinchi darajali bo'lishni xohlamaydi. Agarda unga parvo qilmasak, talashib tortishmasak, boshqa qizlarni ham haqorat qilmaymiz.
Shunda omadimiz chopadi va xonimlarni qo'lga kiritamiz. Adam Smit fikricha, jamoadagi har bir a'zo o'z manfaati yo'lida harakat qilgani ma'qul, shundaymi? Bu to'g'ri, lekin qisman to'g'ri. Qachonki har bir shaxs ham o'zi uchun, ham jamoa uchun foydali yo'lni tutsa, yuksak natijalarga erishishi mumkin. Oxir oqibat o'yin nazariyasi shunchaki matematik model emas, balki bu dunyoni strategik tushunish va yanada aqlli qarorlar qabul qilish uchun qudratli yondashuvdir. Agar siz biznes bitim tuzayotgan bo'lsangiz, ish haqqingiz bo'yicha muzokara olib borayotgan bo'lsangiz yoki hayot yo'lingizni tanlash arafasida turgan bo'lsangiz, bu nazariya sizga katta foyda keltirishi mumkin. Ana endi bu nazariya tradingga nega kerak? Ko'pchilik treyderlar texnik indikatorlar yoki signal xizmatlari orqali bozordan umrbod foyda olmoqchi bo'ladi. Lekin nega 95% treyderlar muvaffaqiyatsizlikka uchraydi? Chunki ular bozor ortidagi haqiqiy o'yin qoidalarini vashti tushunishmaydi. Bozor oddiy narx harakati emas, bu qarorlar, psixologiya va strategiya maydoni. Agar siz o'yin nazariyasini tushunmasangiz, bozorda shunchaki qo'g'irchoq bo'lib qolasiz. Keling mana buni sizga isbotlayman. Bizning mamlakatimizda yuzlab trading akademiyalari va o'quv markazlari mavjud. Ular qanday qilib savdoda g'alaba qozonishni o'rgatishni reklama qilib chiqishadi. Asl savol, ular haqiqatan ham bozor qanday ishlashini tushunishadimi? Agar ular rostdan ham yaxshi tushunishsa, nega o'zlari investitsiya yuritish o'rniga kurs sotishyapti? Trading bu shunchaki tizmalar va indikatorlar emas, bu bozor ishtirokchilari qanday harakat qilishini tushunish haqida. Aynan shu nuqtada iqtisodiyot, xususan game theory juda muhim hisoblanadi. Bozor bu ko'p ishtirokchili o'yin. Har safar siz bitim tuzsangiz, kimdir sizga qarshi harakat qilmoqda. Bu xoh hedge fond bo'lsin, xoh algoritmik trader yoki oddiy trader. Savol shunda, siz ularning strategiyalarini tushunasizmi? Ular qachon sotib oladi, qachon sotadi yoki bozorni manipulyatsiya qiladi? Bularni oldindan taxmin qila olasizmi? Game theory bu iqtisodiyotdagi konsepsiya bo'lib, raqobatli muhitda odamlar qanday qaror qabul qilishini tushuntiradi. Trading bozorlarini aynan shunday o'yin deb tushunish kerak. Misol uchun, mahbuslar dilemmasi va trading. Keling, hozir sizlar bilan mahbuslar dilemmasi haqida gaplashamiz. Agar mabodo ikkita odam o'g'irlikka tushadigan bo'lsa, militsiya ularni tutib oladigan bo'lsa, ularni ikki xil xonada so'roq qiladi. Sababi shundaki, chunki ular kelishib olib, jim turadigan bo'lsa, ular haqida demak to'liq ma'lumot ola olmaydi va ularga ko'proq demak jazo bermasligi mumkin. Va shuning uchun ham militsiyalar ularni ikki xil xonada demak so'roq qiladi. Va har bir mahbusda ikkita, mana bu rasmda ko'rib turganingizda ikkita yo'l bor. Birinchisi bu jim turish, ya'ni tan olmaslik, ikkinchisida esa tan olish. Va bu holatda biz bilishimiz kerakki, har bir mahbus mana shu yo'nalishdan bittasini tanlashi mumkin. Misol uchun, mahbus A tan olishi mumkin. Ya'ni bu tan oldi degan ha biz mana shu jinoyatni qildik deydi. Agar mahbus A ham tan olsa, mahbus B ham tan olsa, ikkita odam tan olganiga 5 yil muddatdan demak jazo olishi mumkin. Lekin mahbus A tan olsa-yu, mahbus B jim tursa, mahbus A tan olgani uchun, lekin mahbus B jim turgani uchun, ya'ni jim turgan odam aldayotganini bilgani uchun, ya'ni mana shu holatda jim turgan mahbus B uchun 20 yil beriladi aldayotgani uchun va aldamagan odam uchun esa unga demak sirazi qamoqdan chiqarish imkoniyatini beradi. Xuddi shunaqa bizda mahbus A da ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Endi ko'rib chiqaylik, mahbus B va mahbus A uchun eng yaxshi holat nima ekan? Endi bu holatni ko'radigan bo'lsak, o'zi ikkalasi uchun agar kelishib olishsa, jim turgan ma'qul. Lekin agar mahbus A tan oladigan bo'lsa, mahbus B uchun eng yaxshi holat bu tan olish, chunki jim turadigan bo'lsa, ko'p yil olishi mumkin. Mahbus A uchun ham demak eng yaxshi holat bu tan olish. Keling, ikkalovi uchun eng yaxshi holatni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, mahbus A agar tan oladigan bo'lsa, mahbus B da tan olish yoki jim turish holati bor. Jim tursa ko'proq yil oladi, o'shaning uchun tan olsa demak bir xilda yil olish ehtimolligi bor. Agar mahbus A jim turadigan bo'lsa, mahbus B uchun esa yana tan olish eng zo'r strategiya bo'ladi. Ya'ni sirazi qamoqdan chiqib ketish ehtimolligi bor. Ya'ni tan olish deganda bu yerda ya'ni sotish ma'nosida ham kelyapti. Ya'ni narigi odamni sotish va o'zini ham sotish. Ya'ni ha biz buni qildik degan ma'noda. Endi mahbus A uchun ham bu holatlarni ko'ramiz. Agar mahbus B tan oladigan bo'lsa, bu uchun ham tan olgan ma'qul. Agar mahbus B jim turadigan bo'lsa esa, mahbus A uchun esa tan olish yaxshiroq va bu holatda demak mahbus A kamroq muhlat olib chiqib ketadi. Endi bu holatda ko'rishimiz mumkinki, mahbus A da ham B da ham eng yaxshi holat bu sotish, ya'ni tan olish imkoniyati va ikkalovligi ham mana shu imkoniyatni tanlagani uchun 5 yildan demak jazo olishligi mumkin.
va ular eng yaxshi rezultatga erisha olmaydi. Bu yerda ikkalovligi ham yutqizish ehtimolligi bo'ladi. Va shuning uchun ham game theory juda mashhur hisoblanadi. Ya'ni bu yerda odamlarni bir-biriga qo'llayotgan strategiyalarni ko'rib chiqiladi. Game Theory'dagi eng mashhur modellardan biri bu ko'rib o'tganingizdek mahbuslar dilemmasi. Bu model treyderlar o'z manfaatlari uchun harakat qilgan holatda qanday qilib yomon qaror qabul qilish mumkinligini tushuntiradi. Masalan, ikki treyderda Bitcoin bor va ular saqlab turishibdi. Agar ikkisi ham ushlab tursa, ikkalasi ham foyda oladi. Agar biri oldin sotsa, u xavfdan qochadi, foydasini oladi, boshqasi esa zarar ko'rishi mumkin. Eng katta muammo shunda. Agar ikkalasi ham vahima qilib bir vaqtni o'zida sotadigan bo'lsa, ikkalasi ham katta zarar ko'rishlari mumkin. Aynan shunday qilib bozor qudlashlari sodir bo'ladi. Vahima paydo bo'lganda treyderlar boshqalar nima qilishini taxmin qilib qaror qabul qilishadi. Bu esa FOMO, ya'ni Fear of Missing Out imkoniyatini qo'ldan boy berish, qo'rquvi va jamoaviy sotish, mass sell-off kabi jarayonlarni keltirib chiqaradi. Xo'sh, agar hamma bir-biriga bog'liq qaror qabul qilsa, qanday qilib ratsional qaror qabul qilish mumkin? John Nash, Nobel mukofoti sovrindori, game teoriyaning eng muhim tushunchalaridan biri bo'lmuş Nash ekvilibriumni yaratdi. Bu shunday nuqtaki, hech bir ishtirokchi o'z strategiyasini o'zgartirishni xohlamaydi. Chunki ular boshqalar qanday reaksiya qilishini oldindan bilishadi. Bozorda katta o'yinchilar, hedge fondlar, market makerlar va yirik moliyaviy institutlar barchasi game teoriyadan foydalanishadi. Agar siz bu tushunchani tushunmasangiz, siz shunchaki ularga o'lja bo'lib qolasiz. Game theorydan foydalanib, bozorni qanday qilib yutish mumkin? Olama ortidan hech qachon ergashmang. Agar hamma sotib olayotgan bo'lsa, o'zingizdan so'rang. Kim sotyapti? Yirik treyderlar, ya'ni hedge fondlar odatda retail treyderlar FOMO qilganda ular sotishni boshlashadi. Irratsional xatti-harakatlarni oldindan ko'ra biling. Bozor qo'rquv va ochko'zlik sikllariga asoslanadi. Qo'rquv kuchayganda aqlli treyderlar sotib oladi. Hech qanaqa his-tuyg'ular emas, ehtimollik nazariyasiga tayaning. Har doim o'zingizga savol bering. Agar men shu qarorni qabul qilsam, boshqalar nima qiladi? Sabr bilan strategik harakat qiling. Ba'zan eng yaxshi qaror bu hech narsa qilmaslikdir. Ayrim holatlarda har doim naqd pulni shotingizda ushab turing. Hali ham trading shunchaki texnik indikatorlar va signallar bilan bozorni yutishni o'ylayapsizmi? Demak, siz allaqachon katta xatoga yo'l qo'yyapsiz. Haqiqiy treyderda strategiya bo'lish kerak. Iqtisodiy asoslarni tushunmagan odam uzoq muddatda bozorni hech qachon yuta olmaydi. Savol shunday: siz qimorbozmisiz yoki strategik o'yinchi? Tanlov sizniki.